kuniga 500 dollardan 1000 dollargacha pul topaman degan aka-ukalarimizga ajoyib biznes stanovlarimizni sizlarga taklif qilamiz. Do'stlar, xo'p, kuniga 10 tonnadan 15 tonnagacha mahsulot ishlab chiqaradigan Suxoy sement apparatlarimiz. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin, bu nima desalaringiz, bu xo'p, rodmi, shpagilovka, kafilnikilik va shularga o'xshagan mahsulotlarni ishlab chiqaradigan stanovlarimiz. Bu polni bitta liniya hisoblanadi, do'stlar. Hozir sizlarga bitta obzorni qilaman sekin bir chekkadan. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, Ahmadullo Uz kanalining qadrli obunachilari, do'stlar, bugun biz yana sexdan sizlarga video syomka qilishni boshladik. Do'stlar, o'tgan safar chiqargan videolarim boshqa edi, bular yangi partiyadagi stanovlar. Bitta liniya, ikkita liniya tayyor bo'lish arafasida, mana bitta liniya kraskalari sepilgan holatda, motorlari bitta reduktor qo'yilmagan holatda, bitta motor qo'yildi, uje reduktor qo'yildi, pashti ishchi holatda tayyor. Do'stlar, xo'p, Suxoy sement apparatlari, rodma, shpagilovka, kafilnikilar va shularga o'xshagan mahsulotlarni ishlab chiqaradigan liniya hisoblanadi. Xo'p, bunda nimalari bo'ladi? Bunda ko'rib turganlaringizda bitta bunkeri bo'ladi, qoplaydigan bunkeri. Asosiy narsa mana bu mishalka hisoblanadi. Bu mishalka ashana mahsulot, qanaqangi mahsulot ishlab chiqarsalaringiz, hammasini aralashtirib berish vazifasini bajaradigan asosiy mishalkamiz, do'stlar. Xo'p, bular bundan tashqari yana bitta mana bu elagi bo'ladi. Elak, bilasizlar, rodma, shpagilovka, kafilnikilar mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun albatta qum mahsulotidan foydalanadi va mana shunga o'xshagan mahsulotdan foydalanganda qum tarkibida tosh, shaq, simpin va mana shunga o'xshagan mayda juda yomon narsalar ichida bo'lmasligi uchun elakda elanadi-da. Undan keyin shinega orqali mana bu ikkita shinega mashinaki hisoblanadi. Shinega orqali mana bu mishalkamizga tushadi. Bu mishalkamiz adashmasam 1 tonnaligi, hozir ko'rib turganlaringiz mana shu 1 tonnaligi hisoblanadi. Bunda tayyor bo'lgan mahsulot, hamma narsa mashinaga qo'shiladi, aralashib tayyor bo'lgan mahsulot yana bitta uzun 4 metrli shinegimiz orqali mana bu qoplaydigan bunkerimizga tushadi. Bu qoplaydigan bunker orqali hozir mana bu yerda ozgina ishi bor. Qoplaydigani bo'ladi. Mana bu yerda qoplaydigani bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana ostidan ko'rsataman. Mana shu yerda qoplaydigan bo'ladi. Bitta odam ushab qoplab mana bu yerga mahsulotlarni terib ishni qilaveradi. Do'stlar, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, tahsin nomerlarini qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, dastavkalari O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyatga, bundan tashqari qo'shni davlatlarga, Qirg'iziston, Tojikiston va boshqa davlatlarga ham bor, inshaalloh kelishilgan holatda. Xo'p, do'stlar, xo'p, bitta liniya bu mana tayyor bo'lgan liniyamiz, bu Qirg'iziston Respublikasiga ketyapti. Mana tayyor bo'lgan liniya mana. Mana bitta polni. Xo'p, narigisi tayyor bo'lish arafasida. Xo'p, mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin, mana ichki holati mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, elak, pashti buni ikkita odam bemalol bu ishni bajara oladi. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin mana. Xo'p, mana motorlari bo'ladi. Bu hammasini mana shu elektrik motorlar orqali ish bajariladi mana do'stlar. Mana shu holatda mana aylanadi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana. Xo'p, bitta odam shinekka tashlaydi, bilasizlar, shinekka tashlaydi, mana xompaga tashlaydi. Xompadan bunga tushadi-da, bundan narigi mishalkamizga tushadi, mishalkadan unga tushadi. Do'stlar, bularda turi bor, pol avtomat, ruchnoy holatdagi turlari bor. Kimga qaysi biri kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari yem liniyalarimiz ham bor. Granula shaklida broiler tovuqlariga, mol qo'ylar, chorvachilikka ishlatiladigan broiler yemlari bo'ladi-ku, broiler tovuqlarning yemlarini ko'pchilik tushunadi, aytsam. Ana shunaqangi liniyalar ham ishlab chiqaramiz. Ana shunaqa liniyalarni ham chiqarib beramiz katta ob'yomda. Bir soatiga 1 tonnadan ishlab chiqariladigan lem liniyalari ham bor. Xo'p, bir kunda 10 tonna, 15 tonna bemalol broiler tovuqlariga yem ishlab chiqarsalaringiz bo'ladi. Do'stlar, mana bu yerda tayyor bo'lish shineglarimiz, ustakalarimiz ishlayapti. Bu yerda sizlarga ish jarayonidan ko'rsataman. Shaxsan o'zim ham mana shu ishni ichidaman mana. Mana shu shineglarimiz tayyor bo'lish arafasida. 4 metr, 3 metr, eng uzunligi 6 metrdan 10 metrgacha, adashmasam 8 metr eng uzunligi. Bu yog'i o'zingizlarda aytgan holatinglarda, aytgan ranginglarda tayyorlab beradi. Xudo xolasa elaklarimiz ham mana juda ko'p miqdorda. Hozir ikkita zakasimiz bor. Xo'p, bularni ulgutib bo'lmayapti, to'g'ri tushunasizlar. Hozir qurilish ko'p.
O'zbekistonda ham va boshqa davlatlarda ham kerak bo'lsa, qo'shni davlatlarda ham qurilishlar soni juda ham ko'p bo'lyapti. Shuning uchun bu stanovlarimiz juda ham ko'p miqdorda ketyapti. Ayniqsa puldor akalarimiz, uy sohasida yuradigan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, uy bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, dom olib, noldan katlamanidan boshlab polniy katlamanidan boshlab polniy bitiradigan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, ular uchun mana shu stanovlarimiz ayni bob. Nimaga desalaringiz, mahsulot o'zidan chiqib turadigan bo'lsa agar, qurilish mahsulotlari arzonroq tushadi, katta ob'yomda. Katta bilasizlar, katta uylarda, ko'p qavatli uylarda unaqangi ko'p mahsulotlar juda katta summani egallaydi. Ko'zga ko'rinmagan bilan arzon bo'lgani bilan, lekin ko'pi baribir ko'pi katta summani hisoblab chiqaradi. Sizlarga ana shu summani yarim holatida chiqarishlik uchun sizlarga taklif mana shu Suxoy sement apparatlari. Do'stlar, akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib foydalansa bo'ladi. Keyinchalik boshqa bir arendagami yoki o'zlari ishlab mana shu ishda davom ettirib xo'stavallarga jo'natsa ham bo'laveradi. Do'stlar, mahsulotlarni ishlab chiqargan mahsulot kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ahmadullo Uzdan desalaringiz, xudo xolasa skidkalarni qilib beradi. Manzillarimiz Andijon viloyati Xonobod shahrida joylashgan. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.